Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlar shaharda eng горячий точкалар Arabonni oldidan mana Capital Bank pasi. Mana domni hamma biladi. Hozir mana shu domdan 3 xonali idealniy kvartirani obzorini qilamiz, sotuvga qo'yamiz. Hozir ichkarisini ko'rsataman. Domni mana tashqaridan ko'rinishi, bu hovli tarafi. Mana oldiga bemalol mashina qo'yishga joy bor. Mana bunaqa stoyanka ham bor. Mashina qo'yishga muammo yo'q. Podyezdlari keng. Bunaqa hozirgidek kichkina podyezdlar qilinmagan. Mana uyga kirishdan katta hol qilingan. Mana aboylar idealniy tanlangan, ranglari qimmat aboylardan opishtirilgan. Mana bunaqacha mana 19-yil qilingan bo'lsa ham, zato o'sha vaqtda hali hamma joyga tarqalmagan. Lustralar hammasi zo'r tanlangan. Mana remontni ko'ryapsizlar. Katta hol. Mana bu tomonga mana oyna qilingan. Katta qilib. Mana bu zal. Patologlar ham juda chiroyli ishlangan, aboylar ham zo'r tanlangan. Gilamlar ham, aboylar ham hammasi Toshkentdan olib kelingan. Turkmanistondan ham kelgan gilamlar bor ekan. Mana bu jalyuzilar ham mos qilib qilingan. Bu mana reshotka qilingan. Hamma tomon, hamma deraza 3-etaj bo'lsa ham reshotka qilingan. Derazalari akvaplastik. Mana batareyalar. Qo'shimcha batareyalar ham qo'ydirishgan, yaxshiroq issisin deb. O'zi bu uylar zo'r isiydi. Bu yana ham qo'shimcha qo'ydirishgan. Bu xonadan faqat televizor chiqib ketadi. Mana bu xona spalnya, bular sentralniy yo'lga qaragan. Mana spalnya ham idealniy qilingan, remonti. Mana bu jihozlar hammasi qoldiriladi. Gilam, jihoz mana shu holatga qoladi hamma narsa. Patologlar ham chotki ishlangan. Bu ko'cha tomonga qaragan. Mana sentralniy yo'l. Derazalar mana akfa imzo qilingan, reshotkalar qo'yilgan. Mana batareyalar. Mana общий ko'rinishi bu spalnya. Общий 108 kvadrat. Mana shu jihozlar hammasi qoladi. Mana bu 3-xona. Mana ko'rib turibsizlar, patolog qanaqa ishlangan. Aboylar ham zo'r tanlangan. Mana gilamlar. Bu ham ko'cha tomonga qaragan, akvaplast imzo qo'yilgan. Mana teppalarga ham patologga aboy yopishtirilgan, relyefni ko'rib turibsizlar, teksturasi bor. Mana bu mana vanna xona. Ba'dan kirmoqdan chiqib ketadi. Polniy isiydi vanna xona. Plus teppaga mana 500 yarim tonnalik nima qo'yilgan, yonkis qo'yilgan. Mana normal sharoit qilingan vanna xona. Katta, hozirgi vanna xonalar bular o'sha bitta xona hisobiga o'tib ketadi hozirgi kunga. Bular mana joy bemalol. Mana bu kuxnya. Tipas plastik qilingan, bu hovli tomonga qaratilgan. Jalyuzilar, lustra, mana bu hamma mebel spetsialniy yasatilgan. Shu xonaga qoladi. Mana bular ham qoladi, faqat bitta xolodilnik chiqib ketadi. Mana shunaqa, mana bu ugalog ham chiqib ketadi deyishdi. Yaqinga yasatishgan ekan.
Bu tomondan mana polni rishotka bo'lgan. Mana bu shkaflar mana yasatilgan polni. Duh konturni kotyonlari bu ichiga. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoit mavjud. Idealni uy tayyor kirasizlar, yashaysizlar. Tayyor shunday kirib yashaymiz, zo'r joydan bo'lsin, ishi bo'lmasin, did bilan qilingan bo'lsin degan variantlardan mana shu bo'ladi. Shaharda eng markaz qaynoq joylaridan uyni ko'rdinglar o'zlaring. Shunaqa so'ragan, shunaqa olaman deb yurgan tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Podpisatsiya qilib like bosinglar, biz sizlarga mana har kun har xil zo'r variantlar ko'rsataveramiz. Narxini 67 ming qilib belgiladik. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Ozgina kelishadigan joyi bor. Chiqib ketadigan narsalar, xolodilnik, kir moshina, keyin kuxonniy uголок, qolgan hamma narsa mana shu turishga qoladi. Olgan odam lekin mazza qilib yashaydi. Agar kvartirant qo'yaman desanglar, 400 atrofiga qo'yib ham bera olamiz. Mana shu holatiga endi xolodilnik, kir moshinalar qo'yib berish kerak bo'ladi. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Instagram, Telegram hammasiga kanallarimiz bor. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Agar podpisatsiya qilib qo'ysa, kolokolchikda yoqib qo'ysanglar, bundan keyin qo'yiladigan videolarimizni o'tkazib yormaysizlar. Mana bu televizor ham chiqib ketadi deyishdi. Telefon qilinglar, gaplashamiz.